Assalomu alaykum do'stlar. Bugun World Cup 2026 ni O'zbekiston terma jamoasini chempion qilishga urinib ko'ramiz. Mana Kolumbiyaga qarshi sinab ko'ramiz. Qani kanalimizga a'zo bo'ling, like, kommentariy yozishni unutmang. Mana biz boshladik. O'zbekiston Kolumbiyaga qarshi Jahon chempionati 2026. Ajoyib tarkiblar. 4-2-3-1 sxema bilan Kolumbiya terma jamoasi, O'zbekiston terma jamoasi 4-3-3 standart 3 da yarim himoya 3 ta hujumchi bilan. Mana ko'ramiz, o'yin boshlanish arafasida va o'yinni boshladik. Kolumbiya yarim himoyadan boshlab kelyapti. Uzatib yuborildi va himoyachilardan himoyaga Shukurov qani ketdi. Oldirib qo'ydi Igor Sergeyev. Ketdi. Husanovdan o'tib ketib Qo'llash Hurmatov qanotlardan молодец. Chiqarib yuborishyapti hozircha. Va ketdi Shomurodov qanotga. Shoshilyapti. Mana vaziyat, mana va gol do'stlar. Shomurodovdan ajoyib gol. Pressing qildi va natijaga erishyapti. Himoyachidan super xato va ketdi. Shomurodovdan ajoyib gol. Daraja. Va yana boshladik. Hisobda oldinga chiqib oldik. Va Shomurodov ajoyib ko'rinyapti. Bosim Shomurodovga ketdi. Shomurodov ochiq. Shomurodov va gol do'stlar, gol. Bu ikkinchisi dubl. Eldor Shomurodov bugun ajoyib formada. Qanday gol. O'yin boshidan 2 ta gol urib olish ajoyib. Kolumbiyadan baribir ehtiyot bo'lish kerak. Shomurodov ketdi. O'runov darvozabondan seyv va ehtiyot bo'lish kerak. Qarshi hujumlarga ketyapti komanda. Kolumbiya защитниклар bor. Ana xato Husanovdan. Qaytdi. Nasrulloyevdan Shomurodov qanotga o'tib olgan. Shomurodov G'aniyev. Qarshi hujum ketyapti. Rodriges olib qo'yapti. Rodriges aniq uzatma berdi. G'aniyevda to'p. O'runov Mazgavoy oldirib qo'ydi. Va birinchi taymni 0-2 hisobida yakunlayapmiz do'stlar. Ajoyib standart g'alaba. Hozircha hisobda oldindamiz. G'aniyev O'runovga qaytaryapti. G'aniyevga. Xo'sh. Ketdik. Mazgavoy. Uzatma beradimi? Beradi va himoyachilardan o'tib ketmadi. O'zbekiston umumiy kartinada yomon o'ynamayapti. Pressinglar qilyapti. Boryapti. Himoyaviy o'yin emas. Ajoyib. Xo'sh. Shomurodovga. O'runov. Yana aniq pas. Nasrulloyev chiqarib yubora qoldi. Aqlli qaror. Va Sergeyev o'rniga Hamdamov tushirilyapti. G'aniyev. O'runov. Ana orqaroqqa. Oraga kirib ketyapti. G'aniyev. Mazgavoy. Va Shukurov. Молодец. Otabek Shukurovdan ajoyib gol. Ajoyib o'ylanma reja va kirib borgandan keyin ajoyib gol. Buni
golni qarang. Ajoyib takror efirdan ko'ramiz. Hop, o'tkazib yubordi va mana gol. Aniq 9likka va gol. 3-gol 68-daqiqada kiritilyapti. Va endi xotirjam bo'lsak bo'laveradi. Xo'sh, ko'ramiz. Ashurmatov, G'aniyev, Shomurodovdan O'runovga. O'runov qanotda yana yuguradimi? Yuguradi va g'olib qo'yishdi kolumbiyaliklar. To'p Kolumbiyada. Hop, ketyapti. Ay, oldik. Ajoyib. G'aniyev. O'runov tashlandi, olavermadi. Markaz bilan o'ynayapti Kolumbiya. Xo'sh. Voy, ajoyib. Oldi. Tomale mag'lub ketyapti 90-daqiqada. O'yin so'ngida. Bilmaganimi? Ikkita o'yinchilarni himoyachilar nima qilyapti? Baribir oldirib qo'yishdi. Mayli. Hisob 1-3. Va o'yin o'z nihoyasiga yetyapti do'stlar. Tomosha qilganingiz uchun rahmat. O'yinda Eldor Shomurodov 2 ta gol va 7 ta uzatma bilan yuralib turibdi. Hisob 3-1. Ko'rib turganingizdek statistika dahshat. Shomurodovda dubl, Otabek Shukurov 68-daqiqada gol va endi